Xabaringlar bor, mashinam qamalib qolgan. Uyga 2 kundan beri kelmayotgandim. Dadamning xabarlari yo'q. Dadam o'zlari uni chekkada ishlayapti lekin. Qani? Dadam nima deydi ekan bunga? Birgalikda bilamiz. Ketdik. Dada, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ya, bormisan o'g'lim? Mashina to'ta. Sog'ing, yaxshimi, tinchmisan? Mashina qani? Mashinani qamab qo'ying, dada. Nimaga qamab qo'yadi? Bu kodini aylantirib drift qilganim mumkin emas ekan. Shunga jarayon maydoniga tiqdi mashinani, dada. Endi nima bo'lar ekan? Endi o'shanba kuni sudda yo mashinani jarimasini berib olib chiqar ekanman, yoki prava rishon bo'lib ketar ekan, yoki 5 kun qamoq jazosi berilar ekan. Yaxshi ish bo'libdi-ku. Qo'lingni qo'shma yetkamga. Kallangni ko'tar. Kalla nimaga? Ko'tar kallangni. Qo'rqma o'g'lim. Borib sudga aytgan, yana bir 10 kun qamab qo'ysin. Hay! Nima unaqa deyapsiz? O'ylamasam kulaman deysiz. O'g'lim xafa bo'lma. Hazillashyapman. Yaqinroq yonimga. Qo'lingni qaytadan qo'y. Bunisini ham qo'y. Kallangni ko'tar. Men tirik ekanmanmi? Hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. O'lim bo'lmasin, bolam. O'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor. Men borman, men tirikman. Gavdangni ko'tarib, qo'lingni ko'tarib yuraver.